Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Aziz birodarlar, yil davomida ishlaringiz omadingiz yurishib, oilangizda, uyingizda xursandchilik, baxt, saodat bo'lishini xohlaysizmi? Ramazoni Karimning 3-10 kunligida Qur'oni Karimda bir oyat bor. Shuni 100 marta o'qisangiz, Alloh taoloning farishtalari sizga baxt, saodat, xursandchilik yozadilar. Yil davomida ishlaringiz yurishib, mushkulotlaringiz yengil bo'lib, tugunlar yechilib, doim quvonchda, xursandchilikda yashaysiz inshaalloh robbil alamin. Bu oyat sura Yunus surasining 58-oyati bo'lib, bu mana bunday o'qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qul bi fadlillahi va bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khayrum mimma yajma'un. Sadaqallohul azim. Alloh taolo oilangizga xursandchilik, baxt, saodatni bardavom qilsin. G'animat kunlardan foydalanib qoling birodarim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.